Assalomu alaykum. Internetda, ayniqsa Telegram ijtimoiy tarmog'ida qarindoshlar guruhlari, kursdoshlar guruhlari, ovsinlar va hokazo bojalarmi nima bo'lsa, har xil nom bilan guruh ochish imkoniyati bor va mana shu guruhlarda qarindoshlar, yaqinlar o'zaro bir-biri bilan muloqot qiladi, yangiliklar tashab turishadi, to'g'rimi? Bizda ham bor bunaqa. Lekin bilasizmi, mana shu qarindoshlar, mana shu yaqinlar, sinfdoshlar kabi mana shu guruhlarga tashlayotgan axborotingiz ham agar taqiqlangan bo'lsa, sizga javobgarlik olib kelishi mumkin. Va ayniqsa bu taqiqlangan diniy material bo'lsa, to'liq 100% deyarli qamoq bilan bog'liq jazo belgilanadi. Mana bugun mendan ertalabdan yordam berib so'rab chiqayotgan odamlar shu bilan bog'liq. O'zini bir 5-6 kishilik qarindoshlar guruhiga 1 yil oldin taqiqlangan diniy material tashab qo'ygan ekan. Va shunda ham tashagan zahoti guruhda ochgan odam bunaqa materiallar tashama guruhga, bu taqiqlangan bizda, bo'ldi deb yozgan, shu bilan bu masala yopilgan ekan. Keyin dalchi boshqa suhbatlar bo'lgan. Bo'ldi. Lekin mana 1 yil o'tib bo'lsa ham o'sha guruhdan shu material tashlanganligi aniqlanib, maxsus idoralar tomonidan. Mana endi o'sha 20 yoshgina bola tushunmay tashlagan, mana endi qamalyapti. Qamaladi u yerda endi sud qaroriga asosan. Hech narsa qutqarib qololmaydi. Yagona sizni qamalmasligingiz uchun bugungi kunda internetdagi mana shunaqa materiallar orqali qamalmaslik kafolati bu tashlamang. Kerak bo'lsa, juma bilan tabriklab ham открытка yubormay qo'ying. Sababi o'sha открыткаning tagida taqiqlangan atribut bo'lishi mumkin, belgi bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham javob berishga to'g'ri keladi. Bir xotiniga shunaqa narsani yuborib qo'yganligi uchun javob bergan. Buni ko'rganmiz, eshitganmiz. Bu juda ham og'ir jazo. Qonunlar o'zgarmaguncha o'zingiz shu yo'ldan ehtiyot qilasiz. Eng xavflisi shuki, sizni o'sha guruhda o'tirgan qarindoshingiz, sinfdoshingiz, yaqinlaringiz orasida kimdir bor, yo quloqlik qiladi, yo vatanparvarlik deb o'ylaydi. O'sha yillar o'tsa ham shu ma'lumotni maxsus odamlarga beradi va tekshiruvlar natijasida ilgari tashlagan bo'lsangiz ham u chiqib keladi o'sha. Noqonuniy bo'lsa, sizni javobgar qilishadi. Bu rezultat uchun kerak. Kimlarnidir yulduzi oshish uchun kerakdir. Biz bilmaymiz nima uchun. Lekin fakt shu, tashlamang guruhlarga. Qarindoshingiz tugur, o'zingiz yaqin insoningizga ham yubormang yaxshisi. Yagona kafolat shu, sizni qamalishdan, javobgarlikdan saqlaydigan. Vaqt kelib qonunlar o'zgarib, bu bo'yicha dunyoqarashlar o'zgarib, jazolar balki berilmas, lekin hozir jazo bor. O'rtoqlar, hech narsa qutqarib qolmaydi. Siz shundan juda ham ehtiyot bo'ling. Juda ko'p guruhlarda, yaqinlarda guruhda bunaqa materiallar tashlanyapti, ochyapti, o'qiyapti va hokazo e'tibor qilmayapsiz. Lekin orangizdan bittasi chiqib yetkazadigan bo'lsa, qamalib ketishingiz mumkin. Tuzoq bu. Kimdirga yomonlik qilaman desa, shu orqali qilishi mumkin. Lekin eng yaxshisi keling. Nimadir gap bo'lsa o'zga aytib qo'ya qoling shuni, yaxshisi. Telefonda gaplashib qo'ya qolishingiz mumkin shu tema haqida. Gaplashganlik uchun jazo yo'q. Lekin tashaganlik, tarqatganlik uchun bor. Yaqinlar, qarindoshlar, sinfdoshlar, og'aynilar, qo'shnilar va hokazolar nom bilan mashtaqa guruh ochib olgan guruh odamlar bo'lsa, hushyor bo'linglar. Shu ma'lumotni yetkazib qo'yinglar bir-biringlarga. Bizning xohishimiz, siz bilib bilmay javobgarlikka tortilib qolmang, qamalib qolmang degan xohishimiz bor xolos. Sog' bo'linglar.